Papasha, suyunchi bering. Voy, nima bo'ldi? O'g'illi bo'ldingiz. Suyunchi bering. O'g'illi bo'lding deysizlarmi? Suyunchichi sizlardan aylansin. Mana 500. Biza bir kishi emasmiz, biza ko'pchiligimiz. Mayli, mana sizga ham 500 ming. Keyin glavvrachga ham uchrashib keting. Keling o'tiring, papasha. Chaqirtirgan ekansiz. Xotiningiz konserva bo'ldilar. O'shani to'lovini qilib yuboring. Mana, rahmat. Nima bu 200 dollar? Kamida 500 dollarga qilamiz operatsiyani. Qimmatmas mabodo. Kifat qilishi bilgan, endi puliga ham turib berasiz-da, papasha. Xo'p, mayli. Men hozir 500 dollar topib kelarman. Lekin oramizda qora qozonni zo'rg'a qaynatayotgan insonlar bor. Ular nima qiladi? Qaytarib olib ketib uyda o'zi tug'diradimi? Oramizda sizlardagi qo'shnilochilik doktorlar ham ko'payib ketdi. Xudo o'zi insof bersin. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Oxirgi paytda shunaqa cho'pchaklardek pulinglarga qarab muomala qiladigan ayrim bir qo'shnilochiligi doktorlar ko'payib ketdi. Gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar?